Gezda salkam bitta gezni puli ketgan shunaqangi dahshat qurilishi bo'lgan uyimizni sotuvini e'lon qilamiz do'stlar. 8 sotikda 8 xonadan iborat, 2 qavatli, to'liq uteplit qilingan, to'pli pol qilingan uyimizda isitish sovutish sistemasiga vashe gap yo'q. Bemalol kelib yashash imkoniyati bor. Ichki xonalari to'liq yeri remont bo'lgan, hojat-ojonalar uchun ayniqsa siz uchun sharoitlar maksimal darajada qilingan. Ikkitadan sanuzellarimiz bor. Undan tashqari oshxona jihozlari deysizmi, xullas ideal holatdagi uyimiz. Tashqi fasadlariga juda ham chiroyli holatda tomlarga ishlov berilgan, lekin fasadiga e'tibor berilmagan. Ko'z tegmasin deyilgan. Ichkari holatlari o'zi sizga yetarli darajada. Ichki landshaftlari bor. Bu yerda umumiy toza havo deysizmi, yo'lni bo'yiga juda ham yaqin joyda oldilaridan suvlar oqib o'tadi. Andijonda iz bosganida, Gezda archa qatorida yo'ldan uzoq bo'lmagan joyda shunaqangi go'zal xonadonimizni 140 ming baholaganmiz. O'rtada hech kim yo'q, egasini o'zi bilan gaplashib, savdolashib olishingiz mumkin. Telegram kanali vakatsiya va nomerini qoldiramiz. Gez atrofidagilarga umuman maza qilib, kamida 50 yildan oshiq hech narsa qilmayman degan odamlarga maksimal jo'natib beramiz. Bir kun sizga ham shunaqa uylar nasib qilsin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.